Bitta ish qo'lingdan kelmaydi, bitta ish. 30 ga kirib nimani qo'yiladi? Ha siz 50 ga kirib nima qo'yasiz? Gap qayta nos tortib yuboraman o'zi. Tortib yuboraman, yo'q, egovlar rasmani egov. Qani? Arslon o'g'lim, faxrlanaman sendek o'g'lim borligidan. Sen meni faxrimsan o'g'lim. Dada, siz meni barakamsiz. Barakamiz butun siz borsiz. Kulib tursiz bo'ldi, dada. Dunyoni ostini suv qo'yaraman hali. Rahmat bolam. Kel Sadir. Assalomu alaykum, Sadir aka. Ota bolam mehrini qara. Kel Sadir. Yaxshimisan? Rapotiyam berib tur. Ha biz o'g'ilcha ish qilyapti-ku. Ha mayli o'g'lim. Quyosh isib ketdi, uyga kirib damingni olib sig'ib o'tib qolmasin jonim bolam. Dada, quyosh menga rahna sola olmaydi. Chunki yuribman qaddim keri dadamning soyasida. Rahmat o'g'lim, rahmat. Hozir olib chiqib beraman. Tarbiyani qara. Dada tinchlikmi? Qanini bolasini qara, otasiga qanaqa mehribonligini, hech qo'shni bolasiga o'xshamading. Dada, siz ularga ishonavermang, bir-biriga soxta mulozamat qiladi. Aslida ular bir-biri bilan har ko'rishadi. Ishonmaysan? Yur. 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 Qara. Bo'ldi, qiling dada, choptata. Urmas jonim yego'lim. Men jonim yetirdi. Arslon o'g'il. Otangni kechir seni xafa qilib. Mana shu qo'limni chopib tashlayman. Yo'q, dada, unaqa qilmang. Undan ko'ra urib tishlarimi to'kib tashlang, terib kelib sizga marjon qilib beray, dada. Rahmat bolam. Ko'rdingmi? Tishidan marjon qilaman deyapti. Sen bo'lsa bitta pivo ochib bersam, chimsinadi deysan. Sen qo'shni bolasiga o'xshamading. Bilaman, hamma qo'shni bolalar mendan zo'r.